Dunyodagi eng ekstremal va xavfli bo'lgan marafonlar haqida eshitganmisiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Eng oxiridagi marafon aniq sizni hayratda qoldiradi. Birinchisi, marafon des Sables Sahroi Kabarda o'tkaziladigan bu marafon 9 kunni o'z ichiga oladi. 250 kilometrdan uzoq bo'lgan masofani ishtirokchilar bosib o'tishi kerak. Ikkinchisi, Antarktida marafoni. Bu dunyodagi eng sovuq haroratda o'tkaziladigan marafonlardan biri hisoblanadi. Har bir ishtirokchi kamida 42 kilometrlik masofani bosib o'tishi kerak. Tasavvur qilishingiz uchun havo harorati -20 gradusdan -30 gradusgacha. Uchinchisi, lava marafoni bo'lib, u Islandiyaning Gavayi orolida o'tkaziladi. Ishtirokchilar haqiqiy vulqon tagida 42 kilometrlik masofani bosib o'tish kerak. Yugura olmaydiganlar uchun yugurish kerak. Har yili may oyida Red Bull tomonidan o'tkaziladigan bu marafonda shunchaki mazkur ilovani yuklab olasiz va marafonda ishtirok etasiz. Eng qizig'i shundaki, marafonga kelib tushgan barcha pullar og'ir bemorlarni davolash uchun yoki ilmiy tadqiqotlarga ishlatiladi.